Assalomu alaykum qadrli ilmli onajonlar. Bugun biz homiladorlikning 16-haftasi haqida gaplashamiz. Bu haftaga kelib siz 4 oylik homilador bo'lasiz va oldingizda yana 24 hafta sizni kutadi. Bu paytda chaqalog'ingizning bo'yi taxminan 10-11 sm, vazni esa 110-140 gram atrofida bo'ladi. Hajmi taxminan avokado kattaligiga teng bo'ladi. Chaqalog'ingizning ko'zlari hali ham yopiq bo'lsa-da, endi ular yorug'likni sezishni boshlaydi. Ko'zlari asta-sekin yon tomonga ham harakatlana oladi. Bu davrda chaqaloq yuragi daqiqasiga taxminan 150-180 marta uradi. Har kuni uning yurakchasi taxminan 24 litr qonni haydaydi. Ultratovush tekshiruvida esa chaqalog'ingiz tobora haqiqiy chaqaloqqa, haqiqiy kichkinagina odamchaga o'xshab borayotganini ko'rish mumkin. Oyoqlari endi qo'llaridan uzunroq bo'lib qolgan va shu sababli tanasi yanada mutanosib ko'rinadi. Bu haftada ta'm bilish retseptorlari ham ishlay boshlaydi. Endi chaqalog'ingiz amniotik suyuqlikning ta'mini sezishi mumkin. Qizig'i shundaki, u suyuqlikning ta'mi siz iste'mol qilayotgan ovqatlarga qarab biroz o'zgarishi mumkin. Demak, ehtimol chaqalog'ingizning ilk ta'm didi ham aynan shu davrda shakllana boshlayotgandir. Shuning uchun ham iloji boricha sog'lom ovqatlanishga harakat qilishingiz kerak. Yana bir o'zgarish shuki, chaqalog'ingizning boshi endi avvalgidek ko'kragiga qarata oldinga egilib turmaydi. Birinchi trimestrdagi kabi bukilgan holatdan chiqib, endi boshi umurtqa pog'onasi bilan bir chiziqqa yaqinroq holatda bo'la boshlaydi. Keling endi siz haqingizda gaplashamiz. Ko'pchilik ayollar aynan shu davrda o'zlarini homiladorlik davomida eng yaxshi his qilishadi. Toksikozlar o'tib ketib, ko'ngil aynish va qayt qilish holatlari ancha kamaygan bo'ladi. O'zingizni yaxshi his qilganingiz sababli ovqatlarni ham yaxshiroq bemalol mazza qilib iste'mol qila olasiz va hatto ba'zi ayollarda ayrim mahsulotlarga juda ham kuchli ishtaha paydo bo'lishi mumkin. Aniq esimda, ikkinchi homiladorligimning 2-trimestrida meni ovqat bilan to'ydirish juda ham qiyin bo'lib qolgan. Jizza deysizmi, tort deysizmi, nima bo'lsa ham tezroq va ko'proq ovqat yegim kelardi. Birinchi trimestrda doimiy charchoq, har doim uyqum kelib, qusib, qayt qilib, shunaqangi yurgan bo'lsam ham, ikkinchi trimestrga kelib o'zimni yana xuddi yashayotgandek, odamdek his qilib yorardim. Va xuddi shu yerda ikkinchi trimestrning yana bitta katta afzalligini aytmoqchiman. Bu ham bo'lsa, endilikda doimiy charchoq deyarli bo'lmaydi. Sizda ancha ko'proq energiya bo'ladi. Shu bilan birga qorningiz ham anchagina kattalashib qoladi. Lekin u darajada kattalashib ketgungacha harakatlanish ham ancha osonroq bo'ladi va aynan shu davr chaqaloqni kutib olish uchun tayyorgarlik ko'rishning eng qulay vaqti hisoblanadi. Masalan, chaqalog'ingiz uchun kravatcha yoki boshqa narsa olmoqchi bo'lsangiz, ularni hozirgi paytda olib, chaqalog'ingizni xonasiga tayyorlashni boshlashingiz mumkin. Navbatdagi shifokor ko'rigiga borganingizda siz ikkinchi trimestr skrining tekshiruvlari haqida suhbatlashasiz. Bu qon tahlillari orqali chaqalog'ingizda ayrim genetik kasalliklar xavfi yuqorimi yoki yo'qmi, shuni baholash mumkin bo'ladi. Masalan, Down sindromi, nerv naychasi nuqsonlari yoki trisomiya 18 kabi holatlar. Bu tekshiruvlar chaqalog'ingizda ushbu kasalliklar aniq bor yoki yo'qligini ko'rsatmaydi. Ular faqatgina xavf yuqori yoki past ekanini baholaydi. Agar skrining natijalari xavf yuqori ekanini ko'rsatsa, sizga amniosintez tekshiruvini o'tkazish taklif qilinishi mumkin. Bu tekshiruvda uzunigina qorin devori orqali bachadonga kiritilib, amniotik suyuqlikdan namuna olinadi. Shuni ham bilish kerakki, amniosintez tekshiruvining o'ziga xos xavfi mavjud. Taxminan har 200 ta tekshiruvdan bittasida homila tushish kuzatilishi mumkin. Yana bir muhim jihat shuki, bu genetik kasalliklarni homila bachadon ichida bo'lgan paytda davolashning imkoni yo'q. Shuning uchun tekshiruv natijasida muammo aniqlansa ham, uni homiladorlik vaqtida bartaraf etishning ilojisi bo'lmaydi. Aynan shu sababli ko'plab ayollar umuman genetik skrining tekshiruvlarini topshirmaslikni tanlaydi. Bu esa mutlaqo shaxsiy qaror bo'ladi. Bu yerda to'g'ri yoki noto'g'ri degan narsa yo'q. Eng muhimi, o'zingizni qaysi qaror bilan xotirjam his qilishingizdir. Ko'pincha 16-haftada yana bitta ultratovush tekshiruvi ham o'tkaziladi. Bu juda ham qiziqarli tekshiruvlardan biri. Agar chaqaloq oyoqlarini chalishtirib olmagan bo'lsa va kindik ichagi ko'rinishni to'smayotgan bo'lsa,
bolangizni jinsini aniqlash mumkin bo'ladi. Albatta, buning uchun eng qulay vaqt odatda 20-haftalarda bo'ladi. Lekin chaqaloq agar yaxshi holatda yotganini sezsangiz, 16-haftada ham jinsini ko'rib olish mumkin. Ultratovush tekshiruvini o'tkazayotgan shifokor, o'sha mutaxassis chaqaloqni sonlari darajasidan ko'radi. Ya'ni ekranda bolangizning ikkita soni ko'rinadi, oyog'idagi soni va ularning orasidagi qism orqali bolaning jinsi aniqlanadi. Agar o'g'il bola bo'lsa, moyak xaltachasi va jinsiy holati ko'rinadi. Agar qiz bola bo'lsa, ular ko'rinmaydi. Yaxshi ko'rinish bo'lsa, o'sha bola yaxshi yotgan bo'lsa, qiz bolalarda tashqi jinsiy a'zolarni ifodalovchi 3 ta kichik oq chiziqni ham ko'rish mumkin. Ultratovush paytida shifokor ayrim o'lchovlarni ham amalga oshiradi. Masalan, chaqaloq boshining o'lchami, qorin aylanasi va son suyagi, femur uzunligi o'lchanadi. Bu o'lchovlar yordamida chaqaloqning taxminiy vazni va hajmi hisoblab chiqiladi. Shifokor bu ko'rsatkichlarni muntazam kuzatib borishi kerak, chunki ular chaqaloqning me'yorida o'sayotganini baholashga yordam beradi. Keyingi haftadagi mavzularda esa juda ham ko'p onalarni qiziqtiradigan savollar haqida gaplashamiz. Masalan, homiladorlik vaqtida qanday holatda uxlash xavfsiz hisoblanadi? Jinsiy aloqa qilish mumkinmi yoki yo'q? Agar qilish mumkin bo'lsa, qaysi holatlarda va qanday pozalarda? Shular haqida batafsil suhbatlashamiz. Agar siz o'zingizni befarqona emasligingizni bilsangiz, Ilmli onalik kanallariga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda homiladorlikka tayyorgarlikdan farzandingiz tug'ilib, uni katta qilguningizgacha bo'lgan darsliklar bepulga berib boriladi. Keyingi hafta darsliklarini o'tkazib yubormang. Ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.